Assalomu alaykum azizlar. Bu videomizda do'konimizga mashinalarning summasini aytib o'tamiz hamda necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan bola uchun mo'ljallanganligi haqida ma'lumot berib ketamiz. Ko'pchiligi baribir summasi qiziq, mashina xususiyati ham qiziq, lekin bizga ko'pincha aka necha bo'ldi summasini aytib ketsangiz yaxshi bo'lardi deb komment yozishadi. O'sha mijozlarimiz uchun mana shu videomizda faqat videoga bitta like bosib ketinglar. Biza bo'lsa summasini aytib ketishni boshlaymiz. Xo'p. Qayerdan boshlaymiz? Xo'p, mana shundan boshlay qolaylik. Mana mototsikllardan. Eslatib o'tamiz, yana bitta eslatma. Dastavkamiz butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Hozir aytadigan summam hammasi dastavkasi bepul bo'ladi O'zbekiston bo'ylab. Ahamiyati yo'q. Vodiy tomonmi, vohami, umuman ahamiyati yo'q. Xo'p. Mototsiklimiz 3 yoshdan 8 yoshgacha mo'ljallangan, $120. Ikkita bola uchun mo'ljallangan mototsiklimiz $200. Bular 2 million so'mdan 3 yoshdan xo'p 8-9-10 yoshgacha mo'ljallangan bemalol. Bolani kodasini katta kichikligiga qarab foydalanaverasizlar. 2 million so'm, 2 million so'm, 2 million 800 ming so'm, 3 million so'm. 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan eng katta mototsikl $200. 70 kilogacha yuk ola oladi bemalol. Xo'p, Toyota 2 kishilik 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Ikkalasi ham $270. Bugungi kunda O'zbekistonda dollar kursi 1 million 200 ming so'm bo'lyapti. Nabodoga o'shanga hisoblab aniq olsanglar ham bo'ladi. Misol chet davlatdagi obunachilarimiz bo'lsa, hozir bular O'zbekistonda bilishmasligi mumkin. $100 nechta bo'layotganini o'shaning uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib ketaman. $250, 70 kilogacha mo'ljallangan do'kondagi eng katta mashina. Bular hammasi do'kondagi eng katta modeldir. Bular kichkina model emas. Xo'p. Tak, BMW skidga ketyapti 207 bitta bola uchun mo'ljallangan, bitta bola 6 yoshgacha uchadi, 50 kilogacha yuk oladi. 2 million 50 ming so'm. $230, 6 yoshgacha mo'ljallangan, juda sifatli, yaxshi mashina. Dizayni ham boshqa mashinalarga o'xshamaydi, juda boshqacha qilib ishlangan, klassik dizaynda ishlangan. Mercedes-Benz 2 kishiligi eng kattasi, klassik dizaynda ishlatilgani, xo'p, $250. $220, 7 yoshgacha bo'lgan Volkswagen. Xo'p, $200 dan bu Volkswagenimiz 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan, juda eng ko'p sotiladigan model do'kondagi. Bular ham $200. Xo'p, Toyota 2 million 200 ming so'm. Bular 200 dan. Tepadagi Lexus 1 million 800 ming hozir skidga ketyapti. $200 bu politseyskiy mashina. Yaxshiroq ko'ryaptim, politseyskiy mashina. Xo'p. Buni hozir pastdagisini aytib keta qolaman, tepada sal tushunish qiyin bo'lyapti. BMW X5 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan $190. Volkswagen mashinamizning yo'l tanlamas dizaynda ishlangan varianti $200. Bu yerdagi mashinalar endi hali bu yerda mashinalarimiz juda ko'p. Mana tepadagi boyagi mashina 1 million 350 ming so'm dastavkasi bepul. Skidkada 2 million ichiga 2 yoshli bola bemalol sig'adi. Endigi bunaqasiga katta mashina, sifatli, yaxshi mashina. 1 million 800 mingdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bagilar yo'l tanlamaydi. 50 kilogacha bemalol yuk oladi. Tank deb nomlangan mashinamizda 100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan $300. Mototsikllarimiz 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. Xo'p, bular 850 ming so'm, xo'p 1 million so'm chiqadi dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan 1 million so'm chiqadi. Hammer mashinamiz 1,5 million so'm, 2 million so'm Toyota. Kvadrotsiklimiz pulutli, xo'p 3 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan katta model $200. $250. Skidkada ikkalasi 2 million 800 ming, ikkita bola uchun mo'ljallangan, 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan, kattasi 12 voltligi. 24 voltligi, xo'p, $250 beramiz. Traktorimiz hozir eng ko'p sotilayotgan model. Buni YouTube'da ham videolar chiqib ketgan bilasizlar ko'pchilik. 3 million 250 ming so'm dastavkasi bepul. Bu yerdagi mashinalarimiz, xo'p, bu yerdan boshlay qolaylik. 223 Mercedes-Benz mashinamiz 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan, 50 kilogacha bemalol yuk ola oladi, $200. Bu mashinamizda Mercedes-Benz 2 kishiligi, ichiga 2 yoshli bola bemalol sig'adi, bitta bola 6 yoshgacha uchsa bo'ladi, 1 million 900 ming so'm. Drift qilishga mo'ljallangan Mercedes-Benz mashinlarimiz 2 kishilik kattasi, tezligi 15 gacha chiqadi, tez yurishga mo'ljallangan $250. Xo'p, bu shuni rangi boshqachasi. Endi bular eng katta mashinalar, misol uchun 3 yosh, 8 yosh, 9 yosh bolalar uchun mo'ljallangan mashina. 3 million 200 ming so'm, dastavkasi bepul, 2 kishilik, yo'l tanlamaydi. Yon tomondan dizayni katta mashina, negaki mana yondigilar juda katta mashina, shularning oldida ham bu baggi mashinamiz Volkswagenning eng kattasi 6688 model, 2 kishilik, 70 kilogacha yuk oladi, baloni yumshoq balon, polni videoshi bo'ladi.
Do'konimizdagi mashinalarning 90% Tour ham oldi ham orqasiga motor qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, $350 shu mashinamiz. F8 mashinamiz ikkita 12 yoshli bola sig'adi, 100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan $420. Bagi mashinamizni temir amortizator qilinganligi 80 kilogacha yuk oladi, 24 volt tez yurishga mo'ljallangan. Haqiqatda tez mashina. Xo'p, $300. Toyota mashinamiz $270 dan sotilyapti, 2 kishilik 80 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan model. Mercedes-Benz mashinalarimiz 2 kishilik bo'ladi. Xo'p, $250 dan BMW ham xuddi shu summa, faqat oldi dizayni boshqa qilib ishlangan. Katta mashina, ikkita bola uchun mo'ljallangan. Videoda qanaqa tushyapti bilmayman, lekin bular hayotda anchagina katta mashina bo'ladi. Mercedes-Benz Palisade qilib ishlangan mashinamiz $200. Bu $230. Bu skidkadagi mashinamiz 2050 ming degandim. Bular 1.800.000 dan, Gelevagining kichkinasi. Yondagilar o'sha 1.350, 1.5 million degan mashina. Endi bu yerda bitta mashina qoldi. Do'kondagi sotuvdagi eng yaxshi mashina desa, menimcha adashmagan bo'laman. Litsenziyali Gelevagi mashinamiz $300, dastavkasi bepul, 24 voltli akkumulyator qo'yilgan bo'ladi, 60 kilogacha ofitsial yuk ola oladi. 2 kishilik model. 2 kishilik deganda yana bitta narsani hisobga olinglar. 2 kishilik mashinada doim mana ruli sentrdan chapga qochishgan bo'ladi. Mana men bitta bola uchun joy, mana ruli chetda bo'ladi. Mana men bitta bola uchun, men ikkinchi bola uchun mo'ljallangan joy bo'ladi. Bitta kishilik mashinada mana o'zi ham bunaqa katta mashina bo'lsa ham, lekin ruli sentrda bo'ladi. O'shani hisobga olib qo'yinglar. Bu ham $250 dan 2 kishilik katta mashina. Xo'p, hammasi aytildimi, qolib ketmadimi? Yo'q, bu yerda hali mashina bor, aytilmagan. $200 60 kilogacha yuk olgan. Ololiydi 60 kilogacha $200 dan bo'ladi katta mashina. 60 kilogacha yuk oladi. $250. Mana bu mashinamizda tank mashinamizni tagida temiri kamroq qilingani 60 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan. Tank 100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan bo'ladi. Tegi polniy железный bo'ladi. Mana bu zapaskasining usti kojiniy qilingan, odam o'tirib uchuvchi mo'ljallangan bo'ladi. Tankda mana. Bu mashina haqida gap ketyapti. O'shani arzonchasi bu. Bu kichkinasi o'shanda. Bu undan ham arzonchasi. Buni o'zi tank modelimizdan 3 xili bo'ladi. Hop, qaysilar qolib ketdi? Li mashinamiz hop $160 chiqadi adashmasam. Yana bitta summasini aniq hisoblab beraman. Hozir boshqacha o'zgarib kelgan kassasi. Lekin menimcha boshqa mashinalar qolmadi. Xudo xolisa hamma mashinalar aytildi. Mana bu $230, $200, $250. Buni kamaz anaqasi avtomat yopiladi, yukxonasi. Bari $200. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar hamda kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham foydali kontentlar hali oldinda bo'ladi.